Sahne faoliyatiga aylantirilgan inqilob. Abduribjon Abdurashid. 5. bab. Mustaqillik armonlarining Germaniyada ümidsizlikka petishi. Kichigidan cho'chak anglab, ba'zi o'zini cho'chakdagi qahramonlardek chaqlab, eg'ir kunlarda cho'chakdagi bichoradek sabr qilishni odatiga aylantirib, yoki o'zini ko'ndirib cho'ng bo'ladigan Uyg'urlar texnichi cho'chakdagi afsonalarning ta'siridan chiqib bo'la olmay yotadi. Cho'chak demek rast voqeaning ta'tirisi yoki real dunyoning ko'langisi demakdir. U bir g'uva soydan iboratki, gavdiga aylanish mumkinchiligi yo'q edi. Biroq odamlar sabiy, sodda, anglaganning hammasini rost deb ishonadigan balalik chog'lardagi shu cho'chaklardan kelgan xiyolparastlikning asoratidan qutula olmag'achqa rost gapni yomon ko'radi. Rost gap qilgan kishini yomon ko'radi. Atalmış merkezdekiler, joylardagilarga rost gapni demaydi ekan. Hatto atrofida aylanib yurib, shaykilishib ketgan murtlardimi rost gapni yushirib odatlandi ekan. U yoq bu yoqlarga chepib, vatan millatning dardini yetkazishga yo'l xarajati uchun pul yo'q. Bunimi yushirin tutadigan gap. Uyg'urlardan pul chiqmaydi, chunki 98-yillari qitiqda og'zi ko'ygandi. Pul berganlarning, ya'ni Şu yilları vatanni qurolliq urush bilan azod qilamiz deb urushchilar pul to'plagan bo'lib, keyinchi yordam berganlarning tizimligi oshkorinib, Xitoyning jazosi mahkum bo'lgan ekan. Endi osonlikcha bermaydi. Shunga pul hal qilish uchun ba'zi olamshumul vaqiflarga iltimos qilish kerak. Biroq u vaqiflarning pul berganga kuchliq shartlari bor. Shuning uchunmikin, ya'ni g'arb siyosatini obdan tushundigan Erkin Aliptekin Efendi'nin mesulluğunda 1994 yılları kurulgan Şarkı Türkistan Avrupa Birliği Teşkilatı'nın nizamname ve programlarına Şarkı Türkistan'ın müstakilliği degandek sözlerini yazmagan bolsa gerek. Gerçi Germaniya hükümet daireleri yani müstakillik palanı peşmet demeysen, bolmasa teşkilatını tasdiqlamaymiz demisimi, hem undaq bir besim cheklimi qo'ydigan ish bo'lmasmi, kunlarning birida vaqtlardan yordam oladigan zaruriyati bo'lsa, o'zgartirish qiyin bo'lg'achqa oldin shundoq yo'l tutgan bo'lsa kerak. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yig'inidan keyin sobiq milliy qurultaydan miros qolgan nizomnoma, programmalar tuzish kirgizish, o'zgartirish va to'liqlash ishlarini bitirib, munosabatli o'ringa yo'llab, tasdiqdan o'tishni kutayotgan paytda Duq Şarkı Türkistan'ın müstakilligini talep kılmaymiz. Bizge avtonomiya kerak deptu. Dinni devletten ayırıp demokratik devlet kurumuz deptu. Degandek ayığı üzülmez igvalar koçup arama bulup tarqılıp ülgürdü. Devletten devletke, qita'dan qita'ya kanat yasap uçkan igvalarını az dep Qurultay işxonasidagi raqobat jini boshlanib ketdi. Erkin Aliptekin Efendi boshqa shaharda o'tiradigan bo'lg'achqa, tashkilotning muhim ishlari bilan qancha 100 kilometrlik uzun yo'lga mashinasini o'zi haydab Myunxenga yetib kelsa, ichki raqobat davosini so'rashga ulgurib keladi. Qurultayning markaziy organidan boshlangan jang uchiq aytganda tozalash jangi Yiroq ellarda qurultayga bog'liq kishilar orasida qanot yaydi. Qurultay yig'ini chaqirilish bosqichida bir qatim tasqilib ketgan peshqadamlarning qaldi-qattisi navbatda siqib chiqarilish zarbasiga yo'liqmoqda edi. Yerim yil ichida qurultay markaziga sobiq milliy qurultayga mansub kishilar asosan vazifalardan istifa berishdi ham qurultaydimi chiqib ketishdi. Chunki qurultay ishxonasi zarbidor atraf xodimlari bilan liq to'lib ketgan edi. Myunxen shahrida qurultayda vazifasi yo'q yoshlarni uchirtish qiyin edi. Vazifaning ko'pligidan ba'zilar o'z vazifasining etinimi unutib ketishgan edi. İşxonada o'ltirgidek biror bo'sh o'rin yo'q. Qachonla kirsa bo'sug'igacha sanjaq odam. Vatanni biz azod qilamiz deyishib, mo'risini yakpay chiqarishib, ho'kirab yurgan. Gap tushangidek odamdan birarsini tepish mumkin emas. Ham vaqti hammasila. Bu hol Erkin Aliptekin Efendi'ni zeriktirgan chig'i har qatim kelganida g'ayvat shikoyat anglab, quloq g'as bo'lib ketadi. Devletlik siyasi erbablarga yollaydigan birer abzas xatni tayyorlab beradigan kishi yo'q. Ham Myunxenga muhim suhbat uchun kelib, g'ayvat shikoyat anglab g'ali qolmaganda kavob, nozi ne'matlar bilan bo'dab yo'l selib qo'ydi.
Bu haldan zerikan efendim vaqtlardan pul hal qilishni unumsiz ko'rgan bo'lsa kerak. Chunki bekorga kelgan naq pulni talishib, bosh yerishilgan ahvol ko'rilsa, pul bergan ajnabilar oldida birinchi bo'lib efendimning yuzi, ondan millatning obro'yi to'kiladigan gap. Shunga u qurultay ishxonasining ijorasidan ma'lum miqdorni o'zi yenidan to'lab berib, yiroqroq burunqidek o'zi yolg'iz diplomatiya qilib turishni muvofiq ko'rdi bo'lg'ay. Ha desalar, operatsiya bo'laman. Operatsiyadan yengil chiqdim. Salomatligim ancha yaxshi emas deydigan bo'lib qoldi. Efendim bosh bo'lmagan hech qanday tashkilotga biz qatilmaymiz deb shart qilganlar nimani o'ylayotdi? Yoki boshliqlar bir ishni planlaganmi? Bunisi javobsiz edi. Ma'lum bo'layotgan narsa, efendim bu ishni bajara olmadi yoki qo'l tiqib bir ish qilishni xohlamadi deganda g'ulg'ul edi. Isning achchig'ini mo'ri biladi. Efendim vatan millatning dardi holini yig'lashda yolg'iz qolganligi o'ziga aniq edi. Uzun yillik yaqinlardan tashkiliy jihatda ayrilib qoldi. Uning atrofiga o'lishib olgan yangi yochilar yeb ichishga zo'rlashdan boshqani bilmaydi. Yerlik tilni bilmaydi. Davlat siyosatini texmi bilmaydi. Dunyo xabarlaridan ma'lumotsiz. Dunyo vaziyatidan texmi yiroq turgan turqili odam. Efendimning atrofida ingak tutib, so'ziga quloq solib o'ltirgan. Agar og'zi ochilib gap qilmoqchi bo'lsa, efendim, sizlar ham dadimiz, ham dohiymiz. Bir buyruq tushirsalar, biz tayyor. Vatan millat uchun jonimiz fido. Xitoy deganda nada topsaq shu yerda joy etimiz deb maydlarga mushlaydi. Shunchilikki efendimning atrofini o'rib olganlar madaniyat inqilobi davridagi qizil askardan qilishmoqdak darajada mung, talva, olam shumul bir tashkilotning markaziy ishxonasiga birinchi qo'l insonlar mushundoq bo'lganda tugashdiqmi qandoq demay nima deydi? Efendimning ish taqsimot tushunchasi g'arbcha usulni asos qiladigan bo'lg'achqa tashkilotga vazifali kishilar o'ziga tava ishning va'dasini o'zi chiqadi deb qaraydi. Biroq qurultay markaziy ishxonasini liq to'ldirib o'ltirgan qora ko'zlar o'zlariga berilgan vazifalarning etinimi bilmaydigan bo'lsa, ularning vatan uchun qiladigan eng chong ishlari har haftaning shanba yakshanba kunlari haftalik yig'inga to'liq qatnashishdir. Ularga bildiriladigan dunyoviy yangiliklar bo'lsa, Erkin Osiyo radiosining Uyg'urcha anglatgan xabarlarini biroz yasab jabdib so'zlab berishlar. Chunki bu rahbarlar unda xabarni o'zlari anglasimi, o'qimishliq birisining tushuntirib qo'yishiga hojatmanda. Yig'indagi ikkinchi tema Erkin Aliptekin Efendining har qaysi davlat, tashkilot, partiya organlarining munosabatlik o'rinlarga yo'llagan turli xat aloqasini so'zlab berish. Uningdan keyin Uyg'ur-Amerikan torbitiki cheksiz til haqorat, urush majrolar ustida so'zlashib xulos chiqarishlar. Mana markazdagi vazifali xodimlarning injosi shundoq bo'lganda, to'limi uzun yil ehtiyot bilan minib kelayotgan Erkin Aliptekin Efendiga nisbatan aytganda, u yantoq qaplab ketgan, o'g'ritgan, besib ketgan unumsiz sho'rliq yerga yalang oyoq dastvolg'inning o'ziga ayon edi. Dastvolg'ini o'ziga ayon edi. Dardni tartishga, chidashga bo'ladi-ki, ammo chekinishga yo'l yo'q edi. Uning bu ahvolda dod pandiyat deb chekinishini hammadan bak Xitoy mustamlikchilari to'rt ko'zi bilan kutatdi. Agar efendim chekinsa, sababini aytishga yoki chavni chiqishga majburlanadi. Yoki o'zining ish bajara olmaydiganligiga iqror bo'lishi, hammaning ustiga elib ko'zni g'oyib bo'lishi lozim edi. Mayli qanday shaklda izohat bermasin, bu ishdan Xitoy maqsadga yetgan bo'ladi. Chunki chet eldagi milliy bo'lginchilar ishni qamlashtira olmadi. O'zaro put tepishib, yoshlari cho'nglarini qo'g'lab chiqadi, cho'nglari yoshlarni tashlab ketdi. Uvusi buzildi. Bizning taktikimiz natija qozondi degandek oyiq uzilmas ig'vo tarqitib xalqimizni qaymoqtiradi. Hech bir ish qilishga bo'lmasimi, Xitoyning ig'vo tarqitishiga fursat bermaslikning o'ziga cho'ng bir ish bo'lib qoladi ba'zida. Efendim mushu nuqtani bilgachga ortiq uprabmi ketmay, istiqomni saqlashni muhim deb qaradi. Biroq bu qadar jimjitlik yiroq yaqinlardagi efendimni cho'ng bildiganlarga efendim ish peshiga kelsa vatanimizning ozodligi tizilishadi deb soddilarcha aqida bag'laganlarga ko'ra bakli ig'ir masala edi. Shunga bir boshdan ig'volar ko'tarilsa, bir boshdan g'arb davlatlari bizning mustaqilligimizni xohlamaydi ekan. G'arbliklar Xitoy bilan bak yiqilishib ketgan bo'lg'achqa bizni qo'llamaydi ekan deganda umidsizlikimi toza
taza bahoriga yetmoqda edi. Hatto Yevropada bes-besti qurilgan Uyg'ur tashkilotlari o'z tashkilotining nizomnomalarida biror modda bo'lsa-mu, vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun harakat qilamiz degan jumlani yozib boqmagan turib, qurultayning nizomnomasida mustaqillik degan talab bo'lmag'achqa, shunga hech kim qo'llamayotidi degandan ig'volarga o'rtaq bo'lishlari kulkilik bir ish edi. Başta eskertip ötülgenidek Uyghur teşkilatlarının qandaq nizamname yazıp elib, G'arb davlatlarının qiziqish nuqtasi emas, balki yordam qiladigan vaqtlar shundaq talab qiladi ekan, bundaq vaziyatni kishilarga tushuntirishmi tog'ni yo'tkagandek imkonsiz bir masala bo'lib qolib Shuningdek bir vaqtda Qozog'iston va O'rta Osiyo davlatlaridagi barliq siyosiy tashkilotlarimiz faoliyatdan to'liq cheklanib, tashkilot rahbarlarining minish turishlarigacha nazorat ostiga ilinishlari Xitoy grajdanlik pasporti bilan tijorat qilayotgan Uyg'urlardan qasddan qusur chiqarib iqtisodiy jazo qo'yishlar, rasmiyatsiz turib qolgan Uyg'urlarni tutib savol so'roqsiz oylab turmaga solab qiynagandan keyin terroristni tutdik deb Xitoyga o'tkazib berishlar, Xitoyning hukumatlaridan qochib jon saqlash uchun qochoq yo'llar bilan chegaradan o'tgan Uyg'urlarni tutib Xitoyga topshirib berib jiniq zamin bo'lishlar, tuyuqsiz yurgizilib turadigan pasport rejim ciddi holatda yenidi kimligi yo'q uchrab qolgan yerlik Uyg'urlarni tutqun qilib, og'zaki kimlik ifodalarini e'tirof qilmasdan Xitoyga o'tkazib berib dat degizishlar, bu kabi Uyg'urga qarshi irqiy tozalash, chatga qiqish jinoyatlarida Pokiston va Janubiy Osiyo davlatlarining bastishlari jondan o'tmoqda edi. Qayerda bo'lmasin, Xitoy chegarasining sirtida Uyg'urlarning beshiga biror eg'ir kun tushganda, uning tub sababini asrlikimizdan, mustamlika holimizdan ko'rgan qarindoshlarimiz uchun mustaqil Uyg'ur davlatining qadri o'tilatdi. Vatan millatning ozodligi uchun jonlarini fido qilishga intilgan mustaqil Uyg'ur davlatining tezroq qad ko'tarishiga ming martaba tashna bo'lib ketayotgan mo'ng'uq chog'larda Germaniyadagi markazga uning rahbarlariga ortiqcha talmiratdi. Loyiqida biror javobni anglay olmagancha taqatsizlanib og'rinatdi. Buningdek vaziyatmi xalqimizning markazdan umidsizlanishini keltirib chiqaratdi. Erkin Alptekin apandi o'zi bevosita Uyg'urlarning orasida yashab boqmagan bo'lsa-mu, lekin u 2004-yil 12 aprel Dukning raisi bo'lib, 2006-yil 15 noyabr bu vazifani Rabiya Qodir xonim ustiga olg'icha bo'lgan 2,5 yil Uyg'urlarni millatshunos, cemiyatshunos tariqasida tushunish fursatiga erishdi. Yig'inchoqlab aytganda, dunyoning nerede bo'lsa bo'lsin, vatan millatning g'amini qiladigan Uyg'urlarning mutlaq ko'pinchisi dunyo vaziyatidan, o'zi yashayotgan davlat va rayon vaziyatidan, siyosiy muammodan xabarsiz. O'zim bilganni deb, o'zim xohlaganini qilib, o'zim belgilagan maqsad nishonga yetaman. Mening bu haqliq ishimga dunyo ahli cho'qim yordam qilishi, meni shartsiz qo'llashi kerak degandek tari soliqning iskanchisi ekanligi talashsizdir. Davomi bor.